Bugun Qo'qon davlat universiteti tabiiy fanlar va iqtisodiyot fakultetida 22-mart kuni, ya'ni Butunjahon suv kuni munosabati bilan talabalarimizni ishtirokida biz so'rovnoma tashkilladik. Qani unda biz boshladik. Bir kunda taxminan necha litr suv iste'mol qilasiz? Bir kunda, bir sutkada, 24 soatda. 2 litr. 2 litr ichaman. 1,5 litr. 1 litr bo'lsa kerak. Suvsiz necha kun yashash mumkin deb o'ylaysiz? Biologiya taraflama 7 kun, atak 3 kun deb o'ylayman. Suvsiz menimcha bir hafta bo'lsa kerak. Suvsiz bir hafta. Meni fikrimcha bir hafta yashash mumkin deb o'ylayman. Qaysi mamlakatlarda suv tanqisligi eng yuqori deb o'ylaysiz? Afrika. Скорее всего, я думаю, из рассуждений, которые мы видим в интернете, скорее всего, в Африке нехватка воды. Eng sevimli ichimligingiz qaysi va nega? Fantani yaxshi ko'raman, apelsin sharbati bo'lganligi uchun. Suvni tejashning ikkita oddiy usulini ayta olasizmi? Ha, albatta, suvda tejash uchun ochiq turgan kranlarni yopib qo'yish kerak va behuda suv sarflamaslik kerak.